11-dekabr 2020 shartnoma tuzilyapti. Buyruq rasmiylashtirilishi yurist xulosasi yo'q-ku. Yurist nima uchun xulosa bermaydi bilasizmi? Mana shu yurist nima uchun shtat tashkil qilingan? Mana shu yurist mana shu xodimiga buyruqni qonuniyligini o'rganib, xulosa bersa, mana bu buyruqqa kim ish beruvchi qonuniyligini u yurist emas-ku boshqa. Kim qo'l qo'yish kerak? Doim qo'l qo'yayotganda mana bu yurist nima qo'l qo'ymaydi degan savol qo'ymadim sizlarga. Demak, birinchidan yurist qo'l qo'ymagan sababi bu odamni ismi marhabobmi? Bitta marhabo debsizlar. Mana shartnomada marhabo. Bitta marhabo debsizlar. Mahrob ekan, demak, o'zi ekan, bitta o'zlaring kimni to'ldirganini olib qo'yibdi. Xo'p, bitta ma'lumotni. Endi birinchidan yuridik xulosa bo'lmaganligi uchun buyruqda mutaxassisligi to'ldirilgan bo'lsa, yurist qo'l qo'ymagan. Ikkinchidan yurist qo'l qo'ymasa, buyruq chiqishga ruxsat bermasligi kerak ish beruvchi. Uchinchidan bog'cha mudiraligiga qarangda, kim bo'lib ishlagan? Buni olib ko'rib, odam olib o'zladi. Savdoda ishlagan, to'g'rimi? Savdoda ishlagan mana. Matbuot savdoda xususiy korxonada sotish bo'lib ishlagan. Xotin-qizlar bo'lim boshlig'i bo'lgan ekan oxirgi paytda. Yo'q, xotin-qizlar bo'lim boshlig'i bo'lmagan. Ya bo'lgan mana. Maktabiyatgani osmondan yozilmaydi. Ya buni kirsak chiqadi bu. Bu bor. Keyingisi Rishton tumanidagi Zarkulor emchi xususiy korxona rahbarligi ekan. Xususiy korxona rahbarligidan bog'chaga mutaxassislik o'rgatishga mutaxassis bo'lmagan xodimlar jalb qilinganlar. Hozirgi kunda mana shu opani o'ziga yaxshi tushuntirib arizasini olishlari kerak. Mutaxassis bo'lmaganligi sababli. O'qituvchi degani o'qituvchini olsa bo'ladi. Chunki bola bog'cha tarbiyalaydi, maktab tarbiyalaydi, o'qitish tarbiyalaydi bizda. Bakalavr bilan oliy ma'lumot bilan tartib yozib qo'ygan, to'g'rimi? Keyingisi albatta menejment sertifikati bo'lsin deb yozib qo'yibdi. Agar bo'lmasa, vaqtincha o'sha o'qituvchini olib qo'yishingiz mumkin. Abjabor, buyruqda birinchidan qabul qilishdan oldin qabul qilgansizlar, mutaxassisligiga qaramagan olgansizlar, hisobchi ekan. Ikkinchidan, buyruq chiqargandan keyin sizlar ijroga qarshi uchun yurist nima qo'l qo'ymaganligiga e'tibor bermagan. Sabab yurist nima qo'l qo'ymaydi? Mutaxassis to'g'ri kelmaganicha qo'l qo'ymaganda. Shuning uchun buni opani o'ziga to'g'ri yaxshi tushuntirib, polvonning o'ziga. Biz bu har bir fuqaro biz uchun fuqaro. Biz O'zbekiston Respublikasi fuqarosi. To'g'ri tushuntirib, to'g'ri qabul qilishimiz kerak. Mutaxassislik to'g'ri kelmaganligi uchun xohlang o'z qarizingiz bilan qo'shilib keting. Xohlang mutaxassislik to'g'ri kelmadi deb turib, Mehnat kodeksini ochib qarasalaring 161-moddani 3-qismida malaka talabi to'g'ri kelmaganligi uchun bekor qilinsin degan ish beruvchi tomonidan bekor qilsalaring bo'ladi. Chunki buni bekor qilinglarda. Mutaxassis yo'q bo'lsa, mana sertifikat olguncha haqlisizlar. Ish beruvchi, men sizga majburlanishga haqqim yo'q, bilasiz, juda yaxshi buni. Men taklif etaman xolos. Sababli taklif bermoqchiman. Jonon Jabborga berib, bolalarni tarbiyalayman, rivojlantiraman deb va'da berishyapti opa. Agar men masalan boshqa nima bo'lsam o'ylab ko'rgan bo'lardim temani. O'zlari juda yaxshi biladi. Shun agar iloj bo'lsa, endi men taklifim shu, agar ko'ribsalar yaxshi bo'lardi. Bo'ldi aka. Bunga necha kun muddat bersak bo'ladi? Bugun chaqirib bo'shash harakati qilishadi, dushanbagacha xudo xolasa. Shu kelsa bo'ladi? Dushanbagacha. Bo'ladi. Kelishdik o'zimiz,